qanaqa qilib texnikalik futbolchi bo'lamiz? 4-qism. Bugun menga internetda portret olgan shogirdim Bellingem yordam beradi. Bellingem, qalaysan? O'sha ko'zni boylab, tunuga qo'ygan bo'lasanmisa? Qale qiymasini ko'zni boylab qilish? Yo'q, bo'ladi. Bo'ldi, bugun bo'lmasak, bugun mashqlarni ko'zni yuvib qilib berasan. Tayyormisan? Tayyorman. Davay, bor. Stop, tahdiy, gap yo'q. Negativ bildirganlar bo'ladi bizga. Ko'zi qo'l tegib, qo'l oldi, boshqa qildi, shunaqa nima deysan o'zingiz? Ishonmasangiz o'zingizlar kelinglar, mana ko'zimni yumib yana qilib beraman. Mana res, hop, bunaqa natijaga erish uchun qancha shug'ullandingiz o'zingiz ustingizda? To'g'ri? To'g'ri. To'g'ri natija chiqdi-da. Shunaqa texnika, yaxshi texnikaga bo'lgan. Sizlar shunaqa texnikalar bo'lmoqchi bo'lsanglar, bu rubrikalarni o'tkaza olmasdan davomiy bajarib boringlar. Mashg'ulotlar qo'shish uchun mana bu raqamga telefon qilsangiz bo'ladi. Kanalga obuna bo'lish, videoni yaqin futbolchi o'rtog'ingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Saydik, rahmat katta.